Xushro'd aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zbekiston nodavlat notijorat tashkilotlari milliy assotsiatsiyasining studiyasiga xush kelibsiz. Rahmat. Biz doimgidek fuqarolik jamiyati, demokratiya, umuman ijtimoiy siyosiy hayotimiz haqida gaplashamiz va bugun siz bilan ko'proq shu iqtisodiy siyosiy taraflarga e'tibor qaratmoqchi edim. Ruxsat bersangiz va birinchi savolimiz odatiy, ya'ni biz jamiyatda ommaviy axborot vositalarida juda ko'p bir iborani eshitamiz, fuqarolik jamiyati. Bir eshitishda tushunarli bo'ladi, lekin agar menimcha ko'chada bir so'rovnoma o'tkazib, oddiy bir fuqarodan fuqarolik jamiyati deganda nima tushunasan desa, javoblar har xil bo'ladi va balkim javoblar bo'lmasligi ham mumkin. Shuning uchun agar soddaroq, oddiy bir aholi tushunish uchun ta'riflasak, qanaqa ta'riflagan bo'lardingiz fuqarolik jamiyati tushunchasini? Endi fuqarolik jamiyati o'sha ko'pchilikka tushunarli bo'lishi uchun bu adolatli tenglikni ta'minlaydigan jamiyat. Mening nazarimda, nima uchun alohida bir shu adolat degan so'zni qo'shyapman. Qonun ustuvorligini ta'minlaydigan desak ham bo'ladi, lekin qonunlar har xil bo'lishi mumkin-ku, to'g'rimi? Va hatto hozir ham mana shu 21-asrda ham ayrim davlatlardagi qabul qilinayotgan qonunlar, masalan, ko'p Afrika, Osiyo davlatlari, halicha unaqangi bir demokratik jarayonlarga bir kirishib ketmagan davlatlar, qonunlar bor. U yerda qisman mana shu haligi adolat tushunchasi sal so'roq ostiga olingan bo'lishi mumkin, lekin qonuni bor. Biz qonun ustuvorligi desak, u o'zi qonunning o'zi sal to'g'ri kelmasa, bizning tasavvurdagi tenglikka. Shuning uchun adolatli tenglik bu yerda boy uchun ham, kambag'al uchun ham, boyni ham, kambag'alni ham bir xil ko'z bilan, bir xil nazarda qaraydigan qonunlar bo'ladigan bo'lsa, mana shuni fuqarolik jamiyati deb aytishimiz mumkin. Tushunarli. Agar universitetda bo'ladimi va umuman o'sha mutaxassislar bilan gaplashganingizda bir hissiyot uyg'onadiki, xuddiki fuqarolik jamiyati bu g'arbda asos solingan bir qadriyat sifatida shakllangan bir institut, qadriyat sifatida. Misol uchun sizdan oldingi sonda Ixtiyor aka Esonov bilan gaplashdik. Ular bir necha fuqarolik jamiyatini alohida belgilarini bizning hududimizda bo'lganini bir misollarda gapirib berdilar. Siz nima deb o'ylaysiz? Endi yo'q, albatta, mana bu Osiyoning ham juda tarixiy bir sivilizatsion ildizlari bor, mana Xitoy davlatchiligi, mana Hind madaniyati, Janubiy Sharqiy Osiyoda ham ko'hna tamaddunlar bor. Bizning o'zimizda Markaziy Osiyo mana miloddan oldin 1500-1700 yillik tariximiz bor, davlatchilik o'laroq, jamiyat o'laroq. Lekin baribir mana shu demokratiya so'zi bu shu har bir harfi bilan shak shubhasiz Yevropa tamadduniga daxldor. Biz buni tan olishimiz kerak. Mana qarang, demokratiya bu antik Yunon davlatchiligi, Grek demak madaniyati, antik Grek davlatchiligiga borib taqaladi. Shu so'zning o'zi ham greklarniki-ku. Demos bu xalq, kratus bu hokimiyat. Xalq hokimiyati degani. Xalq hokimiyati keyin Grek davlatchiligi mana tarix sahnasidan ketgandan keyin u aynan shu ildizlarda Rim respublikasiga, biz aytgan o'shalik mashhur Rim imperiyasi, Rim respublikachiligiga ko'chib o'tdi. Bu yerda ham demak mana shunaqangi prinsiplar, demokratiyaning asosiy prinsiplari qabul qilindi, lekin segregatsiya bor edi. U yerdagi qullar huquqsiz va Rim fuqarolari ular to'laqonli shu huquq egalari. Yana u yerda mana patritsiyalar va plebeylar o'rtasida ham farq bor. Mana patritsiyalar huquqlari sal boshqacharoq talqin qilingan Rim respublikasida. Plebeylar bu shahar aholisi. Ular qul emas,
ular mana shu davlatdagi erkinliklardan foydalanadi, lekin huquqlari baribir chegaralangan edi. Haqiqiy mana shu tenglikni yana bir marta mol mulkining shakli, uning razmeridan qat'iy nazar, jamiyatdagi statusidan, maqomidan qat'iy nazar, u 7 avlod aslzodasi baronlar yoki graflar oilasidanmi, yoki u oddiy bir haligi qishloqdan chiqqan hech kim tanimaydigan nasl nasabsizmi, qonun oldida shu yozilgan yana bir marta adolatli qonunlar oldida ularning huquqlari teng. O'zi bu juda uzoq jarayon. Mana shu Yevropa demokratiyasi antik tarixdan to keyin mana shu o'rta asr ziyolilari deymizmi, o'rta asr vek просвещения deydi-ku rus tilida. Mana shu davrlar, fransuz ma'rifatchilari, ularning ham ulushlari, mana haligi ingliz zabon intellektuallar, bularning ham ulushlari qo'shilib, sayqallanib, mana shu masalan juda muhim shu ma'rifatchilar haqida gapirsak, mana Russo ning juda mashhur asari bor, hammamiz bilamiz. Shu mashhur asarda u mutlaq shu biz aytayotgan tenglik g'oyasini beradi. U nasl nasabidan qat'iy nazar, o'sha bugungi kundagi o'shaligi cho'ntagidagi boyligining razmeridan qat'iy nazar hamma qonun oldida teng bo'lish kerakligi, общественный договор, ijtimoiy kelishuv. Keyin mana Montesquieu hokimiyatlarning 3 nimaga bo'linishi: sud hokimiyati, parlament hokimiyati va ijro hokimiyati. Va ularning pasangilar to'g'ri bo'lishi, bu hokimiyatlar bir-birining ustidan turmasligi kerak. Ular o'zicha suveren bo'lish kerakligi haqidagi fikrlari. Shular hammasi oxir oqibat mana shu bizga bugungi tanish bo'lgan shu 20-asrda shu g'arb demokratiyasi deb atalib boshlangan hozir ham mana xuddi shunday, mana shu hozirgi shakl shamoyiliga keltirdi. Va bunda albatta biz endi boshqa hududlarni kamsitmagan holda bu yo'l Yevropa yo'li ekanligini tan olishimiz kerak. O'zi shunaqa yevrosentralizm g'oyasi bor. Yevrosentralizm g'oyasi bu mana Yevropa demak kapitalistik ishlab chiqarish usuliga planetaning boshqa hududlaridan oldinroq o'tdi. Mana shu yangi ijtimoiy formatsiya u huquqlar uchun kurashga turtki bo'ldi. Biz aytgan hammani teng qiladigan huquqlar. Va oxir oqibat bugungi zamonaviy demokratiya shakllandi. Demak, mana shu yevrosentralizm yo'li, yevrosentristlar degan o'zi bir ibora ham bor politikumda. Qolganlar ham endi mana shu yo'ldan yuradi. Alternativa yo'q. Alternativa bu avtokratiya, diktatura, bu mana shu zulm. Mana shunaqangi tushuncha bor va men mana shu g'oyaning shu eng asosiy nima deydi, shu paradigmalarini to'g'ri deb hisoblayman. Endi bizda insoniyatda boshqa tariximiz yo'q-da. Boshqa tariximiz yo'q. Shunaqa yana bir savol tug'ildi. Mana misol uchun odatda shu ijtimoiy fanlarda, psixologik fanlarda shu jamiyatlarni kollektiv jamiyatlarga va individualistik jamiyatlarga bo'lishadi-da. Endi nazdimda O'zbekiston jamiyati katta ehtimol bilan kollektiv jamiyat bo'lsa kerak, ya'ni oila institutining ta'siri, ya'niki individualizm bizda kuchli deb shaxsan hisoblamayman. Shuning uchun savolim shu format ham ta'sir qiladimi, qanchalik, sizning fikrlaringiz? Endi shunaqangi bir fikrlar bor. Endi shu Karl Marks zamonidan beri Karl Marksning o'zi ishlab chiqarishda ikki xil usul bor. Mana Yevropacha usul va Osiyo usuli degan. Keyin uning savdoshlari sal kengaytirib, mastablashtirib aytganki,
ha mana bu bizning sivilizatsiyamiz, bizning taraqqiyot modelimiz bu individualistik. Mana masalan Osiyoda siz aytgandek shu haligi kollektivizm ruhi bor degan gaplar, lekin mana oxirgi mana shu 20-asrdan buyog'idagi tarix shuni ko'rsatdiki, demokratiya bu universal institut. Uni mutlaq universalligini bugun mana hozirgi planetar taraqqiyotimiz ko'rsatib turibdi. Osiyoda ham bugun shu устойчивый degan so'z bor. Barqaror demokratiyalar shakllandi. Mana Yaponiya masalan, Janubiy Koreya, mana Janubiy Koreyada ham mana 30-40 yillik kurash bo'ldi shu barqaror demokratiyani shakllanishi uchun. Undan tashqari yana boshqa bir qancha davlatlar ham da'vogar, endi hozir barqaror deb ayta olmasak ham har qalay ularda shu konkurentli parlamentlari bor, mana shu xususiy mulk va insonning individualistik o'sha tabiatiga qarshi bo'lmaydigan yo'llardan ketyapti. Shuning uchun men demokratiya bu universal instrument va universal institut deb hisoblayman. Bu yerda endi bir yangicha yo'llar qidirish 20-asrda, mana shu 20-asr bu buyuk halokatli eksperimentlar asri edi. Buyuk halokatli eksperimentlar asri. Mana shu haligi marksizmning bir qancha interpretatsiyasi bor o'zi. Shartli uch boshli deb aytaylik. Bittasi bu bugungi shakllangan umuman shu marksistik platformada lekin xususiy mulkni inkor qilmaydigan, konkurentli bozorni inkor qilmaydigan g'arb sotsial demokratiyasi. Butun g'arbiy Yevropa shu aqida va shu fundament asosida. Lekin ularda biz aytgan adolat mezoniga juda katta urg'u beriladi. Ijtimoiy himoyaga juda katta urg'u beriladi, ijtimoiy himoyaga. Ikkinchisi bu mana SSR va Lenin, Stalinlar boshlab bergan o'ta radikalroq o'ng kazarma sotsializmi. Bu o'zini hayotiy emasligini ko'rsatdi. Undan-da radikallar paydo bo'ldi. Maoizm, Pol Pot, bular ham hammasi o'z oldiga kommunizm qurishni maqsad qilgan edi-ku. Pol Pot g'oyasi bo'yicha shaharlar bu kapitalizmning haligisi konsentratsiyasi. Demak, biz shaharlarni tep-tekis tashlashimiz kerakda, qishloqqa borib hammamiz dehqonchilik qilib shu yo'l bilan kommunizmga o'tishimiz kerak. Buning uchun esa shahar aholisini qirib tashlashimiz kerak. Va Pol Pot kichkinagina o'zini shu davlatida 4 million odam qirib tashladi. Mana g'oyalarning qanchalik absurd talqin qilinishini men bir illyustratsiya qilyapman-da. Yoki mana stalinizm, leninizm bu zulm emasmidi? Bu Pol Pot darajasida bo'lmasa ham shunga juda yaqin zulm edi. Yoki mana o'sha maoizm bu ham shu darajada edi. Va uchinchisi yana bitta yo'li bor. Mana birinchisi hozirgi g'arb sotsial demokratiyasi, bizning hozirgi ta'kidlab chiqqan shu ultralar. Va uchinchisi undan ham o'tib ketgan bu natsional fashizm, natsional sotsialistlar partiyasi. Bu Gitlerning o'sha shu marksistik platformadagi xulosalari va u mana biz o'zimiz millat uchun kelajakda sotsializm, keyin kommunizm quramiz. Endi kommunizm demasa ham biz sotsializm quramiz, shunaqa jamiyat yaratamiz. Gitlerja unaqa chuqur nimani o'ylashni yoqtirmagan. Uni fundamental akademik o'zi universitet ma'lumoti ham yo'q edi, bu tadqiqot qiladigan. Uning o'zi ko'proq haligi ilhom olgan Marksdan ham tashqari nimadan ko'proq ilhom oldi? Mana shu nemis falsafa shunoslari shu qisman Kant nazariyasi,
keyin yana shu haligi insonni kelajakda super inson paydo bo'ladi degan bir nazariya bor, shu familiyasi esimdan chiqib turibdi o'zi. Shularning g'oyalari bilan ko'proq ruhlangan. Mana biz degan, mana biz super inson, biz nemislar super inson bo'lishga loyiq. Biza mana haligi bizlar nemis bo'lmaganlar untermenshlar, kichkina odamchalar, ha, bizlar obermenshlar. Ya'ni haqiqiy inson bizmiz. Boshqacha aytganda, fashizmning g'oyaviy asosi shundan iborat-ku. Shuning uchun mana shu hozirgi siz bergan savolga javob shunday. Shunday keska endi sizga yaqinroq bo'lgan iqtisodiy blokka sekin ko'chsak, misol uchun o'rganganman, davlatning farovonligi bilan ta'limni sifatini o'rtasida mutanosib korrelyatsiya borda. Ya'niki qashshoq davlatlarda sifatli ta'lim bo'lganini isbotlari yo'q. Lekin badavlat davlatlarda doimo sifatli ta'lim bor. Ya'ni ba'zi bir olimlar shuni xulosaga kelganki, shunaqa korrelyatsiya ishlaydi. Endi fuqarolik jamiyatiga shuni o'tkazib ko'rsak, ya'niki aholini, oddiy xalqni o'sha daromad darajasi, uni o'rtacha daromadi, uni fuqarolik pozitsiyasini faolligiga, davlatning siyosiy ijtimoiy hayotdagi ishtirokiga ta'sir qiladimi? To'g'ri ta'kidladingiz. Mana shu biz hozir nazorat etayotgan qoloq davlat, bu qoloq davlatlarda ta'lim bu umumxalq ishi emas, bu elitar, bu o'sha boyonlar uchun, aristokratlar uchun. Ular albatta sifatli ta'lim oladi. Ularda imkoniyatlari ham bor. Lekin xuddi shunday ta'lim standartlari biz aytayotgan shu adolat va tenglik hukmron bo'lgan davlatlarda u hamma uchun. Mana G'arbiy Yevropadagi bir qancha davlatlarda oliy ta'lim tekin, siz uni yaxshi bilasiz. Qaysi davlatlarda ekanligini. Va endi bu oliy ta'limni faqat pul berib o'qish kerak ekan deb hisoblash ham noto'g'ri va xato bu. Endi jamiyat uchun qo'llaydigan bo'lsak, mana qarang, jamiyat ta'limdan farqli, endi uni institutlari bor. Ta'lim bu bir yo'nalish bo'ladigan bo'lsa, jamiyat ko'p tarmoqli, har xil kommunitalardan iborat. Shu institutlarining ustuvor prinsipial ishlashi ham juda muhim va buning uchun albatta shak shubhasiz mana o'rta tabaqa shakllanishi kerak. Shu narsani bizda mana hozir unutib qo'yildi. Bu bir zamonlar bu haqda gapirib turilar edi. Mana sredniy klass kerak deb, har qanday davlatni shu ustойчивость, ya'ni hayotiyligini ta'minlab beradigan eng katta qatlam o'rta qatlam bo'lishi kerak. O'rta qatlam deganda uni o'lchovi eng avvalo material, ya'ni bu o'rtacha boylik egalari, o'ziga to'q odamlar bo'lishi kerak. Mana shu Farid Zakariya o'rta qatlam bilan shu demokratiyani, tizimli demokratiyaning shakllanishini bevosita bog'liq deb baholagan. U o'zining shu maqolalarida, tadqiqotlarida o'nlab misollar keltiradi. Agarda mana shunaqangi jamiyat va davlatning o'zi eng avvalo, davlatning o'zi ham shu o'rta qatlamga tayanish kerak. Davlatchilikning ham barqarorligi uchun juda muhim bu. Davlatchilikning o'zining barqarorligi uchun ham bu ma'lumotli, fikrlaydigan va moddiy jihatdan o'ziga to'q bo'lgan o'rta qatlamning kerakligi. Uni bir tadqiqoti ham bor Farid Zakariyaning. Bir qancha davlatlar misolida demokratiyaning shu barqaror bo'lmasdan yana qaytadan avtokratiya yoki diktaturalarga qaytib tushganligini, u ya'ni shu mamlakatning yalpi ichki mahsulotining ma'lum bir chegaradan o'tmaganligi, ya'ni u qashshoqlik darajasida bo'lganligi bilan xarakterlagan. Mana qarang, Xalqaro valyuta fondi
bugun davlatlarni yalpi mahsulotining jon boshiga taqsimotida qashshoq davlatlarga, bular bir 40tadan ko'proq, kambag'al davlatlarga, keyin rivojlanayotgan davlatlarga va rivojlangan davlatlarga bo'ladida. Mana shuni, mana bu qashshoq maqomidagi davlatlarda hokimiyatga agar demokratlar kelib qolsa ham, ular hech qaysi nimada 8-10 yildan oshmagan. Men bir 5-6ta davlatlarni misol keltirgan. Va oxir-oqibat yana shu avtoritarizmga qulab tushgan. Chunki u mana maqomi qashshoqda, aholi jon boshiga $4000 past bo'lingandagi taqsimotda $4000 past bo'lsa, u qashshoq degan maqomga ega bo'ladi. Kambag'al davlatlarda ham xuddi shunday. Kambag'allar to'g'ri, endi bu haligi ayrim shu nima ekspertlar aytadiki, kambag'al davlatlar demaymiz, endi bu ham rivojlanayotgan davlatlarning quyi qismi. Rivojlanayotgan davlatlarning o'zlari yuqori, o'rta va quyisi bor, shu quyisi deb hisoblaydi, lekin xalqaro valyuta jamg'armasida alohida kambag'al davlatlar degan gruppa bor o'zi. Mana shu kambag'al davlatlar ham u yerda ham mana shu haligi tizimli barqaror demokratiya ancha shubha ostiga olingan. Umuman shu aniq esimda yo'q, menimcha $12,000 deb yozgan edi Farid Zakariya. Shu $12,000 har bir aholiga taqsimotda yalpi ichki mahsulot $12,000 kam bo'lsa, barqaror demokratiya bo'lmaydi. Mana qarang, Rossiya 9 yil Yelsin davrida yashadi. To'g'ri, bir demokratiyaning namunasi emas, lekin har qalay demokratiya davrida yashadi-da, to'g'rimi? Nima bilan tugadi? O'sha paytda Rossiyaning yayimi qancha edi? Shu 9 yil ichida. Ular shu biz aytgan chegaraning ichida edi-da. Mana toyib ketdi-ku. Ko'rdingizmi? Men hozir esimda yo'q. Mana bu savolingiz men uchun bir haligi yangilik bo'ldi. Bir 7ta 8ta davlatlar misolida juda yaxshi illyustratsiya qilgan Farid Zakariya. Demak, barqaror demokratiya uchun biz aytgan mana shu o'rta tabaqa ham moddiy jihatdan eng avvalo talab shu o'rta tabaqa shakllangan bo'lishi kerak. Aynan shu tabaqa bu eng avvalo bular endi ishchilar emas. Bular har qalay shu intellektual mehnat bilan shug'ullanadigan vakillar. Mana shularda imkoniyatlar bor izlanishga, mana buni ishlatishga, qandaydir bir experiencelarni o'rganishga, shular unday emas, mana bunday ekanda deydi-da. Shuning uchun bu yerda bevosita bog'liq bor va buni mana shu bizni zamonamizning intellektuallaridan biri Farid Zakariya ham har doim ta'kidlab keladi. O'rta tabaqa kerakligini. Endi bu yerda bitta nima deydi, qopqon bor, qopqon, iqtisodiy bir shunaqa qopqonda. Mana yayimni oshirishimiz kerak ekan-ku deb yayim orqasidan quvib ketib, mana Braziliyaga ham o'xshab qolmaslik kerak. Braziliya bu bugun shu 6-o'rinda, 7-o'rinda, balkim ertaga 5 yoki 4-o'ringa ham o'tib ketishi mumkin. O'zining shu iqtisodiy qudrati bo'yicha, yayimning hajmi bo'yicha va taqsimot bo'yicha ham ancha ahvollar durust. Lekin u yerda mana shu obrazli bir gap bor. Bu ham shu 20-asr oxiri, 21-asr boshlarida jurnalistlar shunaqangi bir o'zlarini to'qib chiqardi. Yovvoyi kapitalizm iborasi bor. Shu yovvoyi kapitalizm bo'lib qolmasi kerak. Yovvoyi kapitalizm, mana qarang, bu yayimi katta, go'yoki boy davlat. Lekin bu boylikning ne'matlarini tatiydigan bir 2% odam bor xolos. Biz aytgan o'rta tabaqa yo'q.
aholining 70% qashshoq. Mana Braziliyada esingizda bo'lsa, futbol bo'yicha jahon chempionati bo'lgandimi yoki olimpiya bo'ludimi? Olimpiya ham bo'ludi shekilli. 14-yil nima bo'lgandi? Rioda. Ha. Qarang, o'sha yerda mana Rio de Janeiro katta megapolis, shaharning 60% favelalarda yashar ekan. Favela degani kartondan uy qurib olgan hammasi. Keyin u yoqqa hech kim kirmas ekan. O'zlaricha bir davlat hisoblanadi. Hattoki haligi soliq xodimlari ham kirmas ekan. Shu kirsa urib yuborar ekan ular hammasini. Bu bir harbiy operatsiya amalga o'tkazish kerak ekan, birovni tutib chiqish uchun ham. Butun boshli politsiya batalyoni bilan kirish kerak ekan u yerga. Nimaga? Chunki mana shu davlatning o'zi ana shunday ahvolga olib kelib qo'ydi. Vaziyatni. Aytdi, biz siz bilan ishimiz bo'lmaydi. Siz biz bilan ishingiz bo'lmasin. Ya'ni biz sizga pensiya ham bermaymiz, ijtimoiy himoyangiz bilan ham shug'ullanmaymiz. Kuningizni ko'ravering, yashayvering. Haligi biznes qilsangiz, katta bir biznes qilsangiz, masalan bir 200 kvadrat metrlik do'kon qursangiz, shunda boramiz. Ungacha bir do'kon-po'kon ham savdo qilavering. U bilan ham ishimiz yo'q. Natijada mana shu 8 million odam ahvoli shunaqa. Bu faqat bitta shahrda. Ko'rdingizmi? Qani bu yerda biz aytayotgan shu ijtimoiy himoya va haligi o'rta klass? Yo'q. Shuni haligi nima deydi? Davlat o'z davrida shunga e'tibor bermagan. Endi shunday traditsiya shakllandi. Endi shu 2% bu Braziliya davlatining arkoni davlati. Butun xalqi boshqacha, bular boshqacha yashaydi. Bular o'zlari qo'riqlanadigan kvartallarda yashaydi. U yerda avtomatchilar turadi, bu kvartallarga hech kim kiritmaydi. U yerda o'g'irlik yo'q, jinoyat yo'q, chunki propus bilan kirib, propus bilan chiqadi. Xalqi esa biz aytgan o'sha karton uylarda yashab yotibdi. Shu davlat o'laroq qanday shu barqarormi? Menimcha barqaror emas. Shu bilan birga yana mana Latin Amerikasi qiziq bir kontrastli nimalarda u yerda, mintaqada, shu jumladan yonida Argentina bor. Sotsialistlar hukmron. U yerda mana bu inson o'laroq motivatsiya yo'q. Mana Argentinada motivatsiya yo'q. Hozirgi prezidenti o'sha haligi sotsialistlardan farqli chiqib qoldi. Sal endi tortyapti shu konkurentli bozor iqtisodiga, motivatsiyaga. Mana Argentinani agar bilsangiz, mana shu 40-yillar, 50-yillarda bu mana yana bir 20 yildan keyin dunyodagi eng rivojlangan davlatga aylanadi degan shunaqangi bashoratlar bo'lgan. Bugun u nimaga aylandi? Mana shu oxirgi 50 yilda 3 marta default e'lon qildi davlat. Biz bilamiz 98-yil Rossiyada default bo'lgan edi. 3 marta default bo'ldi. Mana balkim yana davom etishi mumkindir. Boshqacha aytganda, insonni motivatsiyaga demak yo'l bermaydigan tuzumlar ham oxir-oqibat halokat bilan tugaydi. O'zi bozor iqtisodiyoti bu har bir individni shu motivatorligi asosida, shaxsiy manfaat uchun kurash asosida qurilgan. Mana shu marksistik g'oyalarning orqasidan quvib ketish mana shunaqangi ahvollarga ham olib kelishi mumkin. Bu yerda undan tashqari Markaziy Amerika davlatlari bor. Juda ham ajoyib bir personajlar bor u yerda. 50 yildan beri hokimiyatni hech kimga bermaydigan. Mana bu Markaziy Amerikada. Va ular qancha tenglik, adolat, moddiy tenglik haqida gapirgan sayin xalqi shuncha cho'kib, shuncha qashqalashib ketyapti. Kuba bor u yerda. Ko'rdingizmi? Bu yerda mana shu g'arb sotsial demokratiyasi bu universal formula. Mana
yangi velosipedlarni ixtiro qilishni keragi yo'q. Mana Ispaniya, Fransiya, Shvetsiya, Finlandiya, Norvegiya, Daniya, Germaniya, mana qaysi davlatlardan andoza olish kerak. Motivatsiya ham bor, bozor, konkurentsiya bozor iqtisodiyoti ham bor va shu bilan birga yuqori darajadagi moddiy ijtimoiy himoyalar ham bor. Tushundim. Shuhrat aka, bilmayman, bu tadqiqot, bu kitob bilan tanishmisiz? Aleksandr Auzanni iqtisodiyotni madaniy kodlari degan bir izlanishi bor va unda qiziq bir, endi Rossiya keysida, boshqa bir siz aytgandek Lotin Amerikasi davlatlari keysida tadqiqotlar o'tkazilganda va unga ko'ra shu insonlarni, fuqarolarni siyosiy qarorlari, iqtisodiy xaridlari va ularning qarorlariga albatta o'sha ulardagi madaniy paternlar, o'sha tarixda ro'y bergan har xil siyosiy voqealar, nimalar ta'sir qilishi juda yaxshi ochib berilganda, misol uchun shundan kelib chiqib, mana oddiy bir o'zbekistonlikning iqtisodiy qarorlariga yoki siyosiy qarorlariga bir qanaqadir sharh baho bera olasizmi? Bir tariximiz bilan taqqoslabmi? Endi qarang, mana bir iqtisod fani bo'yicha Nobel mukofoti olgan Leonov degan bir rus iqtisodchisi bor. Endi Sovet va hozirgi Rossiyaga aloqasi yo'q. O'zim shu Amerikaga migratsiyada ketib, o'sha migrant, shuning mentalitetda iqtisod rivojlanishining roli haqidagi shu tadqiqoti uni asosli deb topdi Nobel qo'mitasi va unga shu yo'nalish bo'yicha Nobel mukofoti bergan Leonovga. Qarang, u nima deydi? Xuddi siz aytgan gap. Bu shu поведенческий xarakter deymiz-ku, shu bozor ishtirokchisi, bozor agentining bozorda nimalar sotib olishi. Masalan, Amerikada o'rta statistik shu yoshi bir 18-20 yashar o'spirin yoki yosh inson, uning shu sotib olish nimalari, предпочтениялari, ya'ni sotib olish nimalari, simpatiyalari nimalardan iborat? U Coca-Cola sotib olishi mumkin, pivo sotib olishi mumkin, chipsi sotib olishi mumkin, mana bu bistrolardan ovqat yeyishi mumkin. Lekin hatto cho'ntagida pul yetarli bo'lsa ham bir elitar restoranlarga kirmaydi. Bu yerda uning bozordagi pozitsiyasi, uning yoshi, o'spirinligi, shundan kelib chiqadi. Hali u unaqangi nimalarga yetib bormagan. Endi madaniy tarixiy kodlarga agar murojaat qiladigan bo'lsak, bizni o'zimizni qadriyatlar bor. Bizni qadriyatlarda aynan bizning o'zimizning shu traditsiyalarimiz va kerak bo'lsa shu diniy e'tiqod tushunchalarimiz ko'proq ustuvor yo'nalishda bo'lishi mumkin. Masalan, mana biz hech kim qilmaydigan ishlar qilishimiz mumkin. Biz hayotimizda bir necha marta katta xarajatlarni to'y xarjlari qilamiz hayotda. Bu xarajatlar O'rta Yevropa oilasi yoki O'rta Yevropa men va women uchun hech qachon aktual bo'lmaydi. U demak, mana to'y qilaman, 15 ta chopon olishim kerak, qudalarga demaydi-ku ular. Ularda bu traditsiyalar yo'q, bunaqa narsalar yo'q ularda. Yoki ana endi 500 kishiga to'y qilishim kerak. Bu traditsiyalar ham yo'q. Yoki mana diniy amallarni bajarishim kerak. Mana bizda shu musulmonchilikda aytilgan, biz shu 5 ta amalning biri farz o'laroq borishimiz kerak. Ularda bunday muammolar ham yo'q, chunki ular diniy ham boshqacha. Keyin mana o'sha biz aytgan kulturologik faktor, bevosita millatlar bilan millatlarning farqi va shu farq asosida biror narsa sotib olish yoki
xizmatlardan foydalanish, bu ham juda muhim farq. Bunday muammo bor. Mana men shu 2000-yili bir xalqaro konferensiyaga bordim Janubiy Koreyaga. Shu jamiyatlar nimasi bo'yicha jamoalar, mana shu Osiyodagi jamoalar, shu etnik kamchiliklarning madaniy farqlari bo'yicha. Shu yerda bir kampuchiyalik vakil bizda bir xalq bor dedi. Men o'zim ham shu xalq vakiliman deyapti. Har 5 yilda deyapti, o'lganlarni kovlab olib qayta ko'mamiz deyapti. Mana shunaqa xalq bor ekan. Va bu bizga juda materialni qimmatga tushadi, moddiy, bizga bu xarajatga tushadi. Bizning xalqimiz mana shu narsani hech voz kechmaydi. Butun millati emas, bir elat shunaqangi. Va bundan hech qutula olmayapmiz biz. Shu qilmaylik deb shu qancha kurashsak ham shu baribir qilaveramiz. Shu kurashganlarning o'zlari ham gapirib ertaga xuddi shu ishni baribir o'zi ham qilaveradi. Mana to'ylar qisqartirib o'zimiz to'ylarni hech qisqartira olmaymiz-ku biz ham, o'zbek jamiyati ham, ha? Qarang, har 5 yilda ko'lab olib, keyin yana o'sha xarajatlari bor ekan. Katta buqa so'yish kerak ekan, katta bir shu o'zlarining tilida xudoy qilish kerak ekan. Mana shunday endi insoniyat deganda uning shunaqa rang-barangliklari ham bor. Va mana shu Leonov iqtisodchi, u aynan shu xususiyatlarga urg'u berish kerakligi, ayrim hollarda bu mana shu bu ma'noda emas, boshqa bir ma'noda shu tradisionalizm hattoki iqtisodning lokomotivi ham bo'lib ketishi mumkinligini aytgan. Masalan, mana ayrim xalqlar, millatlar alohida savdo qilishga uquvli. Biz ham umuman olganda shu toifaga kiramiz. Bizlarga nisbatan boshqa millatlarni ko'zi bilan qarasangiz, biz dehqon xalqmiz va savdogar xalqmiz. Bizdagi shu potensialimizda mana shu SSR davrida ham Rossiyaga SSRda davrida ham Moskva, katta Yekaterinburg, Sverdlovsk shaharlari hamma bozorlarida o'zbeklar o'tiradi savdoda. Shu yerda narsalar olib borib, bu yerdan olib bormasa o'sha yer narsasini olib sotaverardi. Shunaqangi. Va bu ma'noda bizga bir yomon ma'noda emas, balki bir yaxshi sifatini bular savdogar xalq degan, shunaqa imijimiz ham bor. Va buni shu demak biz aytgan odam shularga urg'u berish kerak deb aytgan. Shuhrat aka, endi sekin bu savolni ham berish xohlardim. Konspirologik maktabda bir fikrlarni ham ochiqlamoqchi edim. Ya'ni bir guruh insonlar borki, ular ishonishadiki, hukumat, davlat, bir guruh insonlar borki, ular ishonishadiki, hukumat, davlat o'z hokimiyatini saqlab qolish nuqtai nazaridan yopiq tarzda, shartli ravishda shu aholini savodsizroq, bilimsizroq qilib saqlab qolishga manfaati bor, harakat qiladi degan bir konspirologik nazarlar bor. Va mani savolim shundaki, o'zi o'sha faol, mas'uliyatli, adolatga intiluvchan fuqaro o'zidan, ya'ni hayotiy tajribasi, muammolar bilan to'qnashib o'zi shakllanadimi yoki uni baribir jamiyat yoki shu davlat apparati maktabdan boshlab qaysidir yondashuvlar bilan tarbiyalash kerakmi? Nima deb o'ylaysiz? Endi to'g'ri ta'kidlandi, konspirologiya deb, buni mutlaq konspirologiya deb hisoblayman. Bugungi kunda maqsadli dunyoda shu siz aytgan ishni hech qaysi bir davlat qilmasa kerak. Hatto eng bir patriarxal, eng bir mustabid, qoloq davlatlar ham bu narsani o'zini oldiga alohida maqsad qilmaydi. Ratsionalizm yo'q. Albatta-da, endi har qanday
davlatni tepasida turganlar ham o'sha barqarorlikning asosi bu to'qchilik, shu xalqni shu to'q qilishimiz kerak, shular to'q bo'lsa biz ham qulog'imiz tinch bo'ladi degan mantiqdan kelib chiqadida. Bu sof konspirologiya albatta. Endi mana shu ta'limda sifat juda O'zbekiston uchun og'riqli. Bizda mana ta'lim bor go'yoki. Bir chekkadan qarasangiz havas qilarli maktab o'rta ta'lim tekin, to'g'ri endi alternativasi ham bor hozir xususiy. Va bu ta'lim keng qamrovli, bizda bir qandaydir bir traditsion yoki diniy motivlarimiz yo'q. Biz shu barcha dunyoviy bilimlarni xuddi shu Yevropa singari egallashga harakat qilamiz. Dasturlarimiz shunday. Lekin uning sifati yo'q. Mana buni ham aytishimiz kerak. Mana shu ta'limning sifati yo'q. Bu umuman olganda Sovetdan qolgan traditsiya. Sovetdan qolgan traditsiya. Men o'zim ham shu haligi Sovet davrida maktabda o'qiganman. Bitta sinfda bir 30 kishilik sinfda boringki bir 8 ta, 10 ta o'quvchi o'qiydi. O'sha davrda. Hozir ham o'zgargani yo'q. Haligi boshqacha bo'lib qolgani yo'qda. Qolganlari shu maktabga papkasini ko'tarib kelib ketadi. 10 yil o'qib, o'rta statistik o'zbek sinflarida endi biz o'qigan payt Sovet davrini men aytay, bir 30% ravon sharlatib o'qishni bilmasdi. Familiyasini yozib ikkita xato qilardi. Shunaqa edi. Keyin Sovet davrida mana bizda o'zbek milliy maktablarida aniq fanlar o'qitish juda xarob edi. Ayrim joylar bor edi, yaxshi o'qitadigan, lekin umumiy agar oladigan bo'lsak, mana qarang. Toshkentga kelgan abituriyentlar gumanitar fanlarga bitta o'ringa 200 ta ham bo'lib ketgan paytlari bo'lgan. 300 ta ham bo'lib ketgan paytlari. Mana yurfakka, universitetlar tarix fakulteti, geografiya fakultetlariga, gumanitar soha, tilga, farqi o'zbek tili, rus tili, adabiyot, mana shu sohalarga, jurnalistikaga, lekin mana bu oliy texnika o'quv yurtlarida o'sha yerdan bitta o'ringa bo'lsa 4 ta, 5 ta odam bo'lgan. Nimaga? U yerda chunki matematika bor, fizika bor, uni o'zi maktabda umuman o'qimagan ular. Yoki o'qitmagan ularni. Ta'limda men hozir endi ta'lim sohasida ishlamayman, uncha bir o'zimni kompetent deb hisoblamayman, lekin mana shu ayrim shu o'qituvchilardan so'rab surishtiryapman. Hozir ham shu deb aytyapti. Hozir ham shunday deb aytyapti. Endi siz mana shu siz ishlayotgan joyim tadqiqot nimasi hisoblanadi-ku, majmua hisoblanadi. Siz tadqiqotingiz uchun ayrim hattoki shu elitar ta'lim degan xususiy maktablarda ham juda qiziq bir voqealar yuz beryapti deb eshitdim. Masalan, mana bir geografiya o'qituvchisi kirib, geografiyani dars o'tib boshlayapti, aytyapti, mana bugun darsimiz shu Vasco da Gamaning sayohati. Vasco da Gama mana birinchi marta 1498-yili Hindistonga dengiz yo'li ochgancha. Bizga buning nima keragi bor? Bizga bu Yevropaning nima keragi bor buni bizga? Nimasi qiziq bizga? Bizga bu qiziq emas. Yoki bir ximiya darsida yo biologiya darsida o'qituvchi mana shunaqa, mana molekula, mana bu desa, o'quvchilar o'rnidan turib domlaga baqirib, sen bizga nimani o'qityapsan? Mana biz diniy kitoblarda unda emas, mana bunday deb aytilgan deb ignor qilib izza qiladi. Shunaqa voqealar ham bo'lib turyapti maktablarda. Mana qarangda, juda qiziq bir nimada, mana shu
Yaqin Sharqdagi arab monarxiyalari injener kadrlar yo'qligi uchun bir qanchasi kim agarda texnika o'quv yurtlarida o'qisa alohida qo'shimcha stipendiya beramiz deb shunaqangi haligi qonunlar chiqarganda ularda universitetlar diniy yo'nalishda universitetlar bor va dunyoviy universitetlar bor. Shu texnika universitetlari bor, ekonomika universitetlari bor. Bizda ham bor-ku mana, bizda Islom universiteti bor. Ularda bunaqa universitetlar ko'proq. Ilohiyot universitetlari ko'proq, ancha ko'proq. Yarmi shunaqa desa ham bo'ladi hattoki. Shunda oliy ta'limni qarasa, bu o'zlari o'sha biz aytgan texnologik universitetlar o'zlari soni ham kam o'zi. Shunga ham hech kim bormaydi. Mana qo'shimcha pul beraylikchi desa ham baribir nimani trendni o'zgartira olmabdi. Kam, siljish. Tushunasizmi? Shundaki savollar asosiy nuqtasiga agar qaytsak, fuqaro uni o'sha mas'uliyatli qonunga amal qiladigan va adolatga intiluvchi fuqaroni davlat tarbiyalashi kerakmi yo o'zi shakllanadi? Endi ziyraklik bu genlardan. Endi bu meditsina faktori. Lekin bir haligi rus nimasi mutafakkiri talantning 99% mehnat deb aytgan. Bu ham bor. Albatta shu davlat tizimi, keyin shu millat o'laroq shaligi o'qishni, o'rganishni qadriyat hisoblash, bu faktorlar ham bor. Albatta bu faktorlar ham bor. Bizda mana hozir O'zbekistonda bilim olish, o'qish degan ingliz tilini o'rganish bo'lib qoldi. Mana eng ko'p o'quv markazlari ingliz tilini o'qitadigan o'quv markazlari. Bu yomon deyotganim yo'q, bu yaxshi albatta. Bu bizning ustuvor yo'nalishimiz bo'lishi kerak. Lekin shu bilan birga biz aytgan haligi biz agar texnologik rivojlanmoqchi bo'lsak, biz o'zimiz bir shu bir konkurentli iqtisod, konkurentli bir sanoat yaratmoqchi bo'lsak, biz fan va texnikani ham o'rganishimiz kerak, biz fizikani ham o'rganishimiz kerak, ximiyani ham o'rganishimiz kerak, biologiyani ham o'rganishimiz kerak. Bu faqatgina haligi narsani maydan olmay qolib kelib sotish bilan iqtisodiy qudrat shakllanmaydi-ku. Yoki bir davlat iqtisodiy rivojlanib qolmaydi-ku. Bizda mana shu trend bo'lmas ekan, juda qiyin bo'ladi bizga. Mana shu maqsadlarimiz, ta'lim maqsadlarida biz urg'uni, aksentlarni shunga qo'ymas ekanmiz. Mana hattoki men aytgan monarxiyalar shuni aksentlarini o'zgartirishga harakat qilyapti. Monarxiyalar. Mana o'rganinglar, shunaqangi oliy texnika o'quv yurtlariga kiringlar, mana texnologiyalar o'rganinglar. Shu sohaga biz rag'bat beramiz desa ham o'zgartira olmayapti shular trend. Shudagi oxirgi savolim. Mana so'nggi 10 yilda O'zbekistonda turli yo'nalishlarda, turli sohalarda ijobiy o'zgarishlar bo'ldi va bir narsaga aniqlik kiritmoqchiman. Misol uchun, so'nggi vaqtlarda internet, ijtimoiy tarmoqlarda fuqarolar tomonidan chaqiriq, muammoni ochiqlash, taklif, turli xil chiqishlar, munosabatlar borda. Va shularni ko'rib, bunga qanaqa baho bersak bo'ladi? Fuqarolik jamiyati nuqtai nazaridan bu fuqarolik jamiyatini bir virtual shakllanishimi yoki bu faqatgina illyuziyami? Yo'q, shak shubhasiz bu shakllanishi, bu illyuziya emas. Mana qarangda, ovqatni tuzini ko'rish uchun u qozondagi ovqatdan emas, ichib qo'yish shart emas, bir qoshiq ichsa ham bo'ladi. Shuni tuzini bilamiz-da. Mana shu ijtimoiy tarmoqlardagi hamma ishtirok etmayapti, hamma ijtimoiy tarmoqdan foydalanmaydi deb fikrlash xato. Ular shu jamiyatning vakillari. Proporsiyada oladigan bo'lsangiz, ijtimoiy tarmoqlarga
kirmaganlar qoloq fikrlaydi, kirganlar qoloq fikrlamaydi deb ham men bunday fikrdan ham uzoqman. Proporsiyalar bir xil. Mana bu ijtimoiy tarmoqlardan foydalanadiganlar bilan foydalanmaydiganlarni umuman proporsiyasi bir xil. Mana shu har xil siz aytgan chaqiriqlar, ularning ichida juda ratsional gaplar ham bor. Men o'zim faol ijtimoiy tarmoq foydalanuvchisi. Men mana bu Facebook'dagi profilim bor. Men unda o'zimni fikrlarimni yozib turaman, tanqidlarimni yozib turaman, takliflarimni qilib berib turaman, munosabatlarimni beraman va menga u juda qadrli. Mana shu mening sahifam men uchun juda qadrli. Va u yerda men o'z oldimga maqsad qilib bir narsani buzishni hech ham bir xayolimga men o'zimning talqinini beraman. Mana shu narsa men uchun xato. Bu bemazagarchilik bu deb. Ko'pchilik ham aynan shu pozitsiyadan kelib chiqadi bu yerda. To'g'ri, endi ularni dunyoqarashi har xil bo'lishi mumkin. Dunyoqarashi. Agar bu fikrlar ekstremistik ruhda bo'lmasa, odamlarning og'zini yopmaslik kerak va yopishga harakat ham qilmaslik kerak. Yana bir marta, ekstremistik ruhda bo'lmasa agarda. Qolganlarining hamma gaplari biror joyda bir shu ratsionalizm bordir, biror joyda yo'qdir. Endi sen bu fikr noratsional deb unga bir taqiqlar qo'yish yoki bu ijtimoiy tarmoqlarga qarshi bir kurash qilish bu noto'g'ri. Shunaqa qimmatli vaqtingiz uchun, undan da qimmatli fikrlaringiz uchun rahmat. Umid qilamizki, bu birinchisi xolos. Doimiy mehmonimiz sifatida qimmatli fikrlaringiz bilan bo'lishib turasiz degan umiddamiz. Rahmat. Hurmat qilib taklif qilganingiz uchun sizga alohida tashakkur. Rahmat. Rahmat.